Shanbayu tanobarga ko'ngillar to'ldi, ko'ngillar to'ldi. Bayraning sadosi, sehrli sado. Bayraning sadosi, sehrli sado. Ovozin eshitganlar topadi davo. Ovozin eshitganlar topadi davo. Yigitlar quvnoq dilga yoqadi shu kekchalar. Uy bahona o'ynab qoling sho'x shodon. Doira jaran gidan yayray siz odona. Doira jaran gidan yayray siz odona. Surxoncha, sho'x Andijoncha, uzoq-uzoqlardan keladi navo. Uzoq-uzoqlardan keladi navo. Bayraning sadosi, sehrli sado. Bayraning sadosi, sehrli sado. Ovozin eshitganlar topadi navo. İşlerimizi ümünlük kıyın. Amin. Bana şu tadbir iştirakçısı dostumuz ya, umutlarımız dostlarınızı alır. Amin. Hareket.
yaxshi bo'ladi. Bir joyda o'tirsa yaxshi. Xudo xolasa 10 da boshlaymiz. Qachon bo'lsa ham ko'rishaylik deb turamiz. Uni ham Allohga xush keldi-da. To'g'ri. Rahmat. Rahmat. Köpeklerle hamlarımız sağlıklı yeterli olarak yapıyorsunuz. Merhaba, size bir okuyalım. Ben de yapayım. Sine gene kaçak kadar. Belki zor yeter. Ha, taşkarlı. Ama ne olursa vay Sanat birliği olan gözler kesinlikle. Yarın müzik yap.
Maqsud Karimov so'zi bilan Qaydasiz qaror ko'zlar deb nomlangan qo'shig'ini ustoz Mo'minjon Haydarovga taqdim etadi va Nuriddin Hamroqulovni duolarini oladi. 1982-yili ustoz Komiljon Hakimov boshchiligida Germaniya davlatida bo'lib o'tgan 7-jahon yoshlar festivalida doira asbobida qatnashadilar va oltin medal sovrindori bo'ladilar. 2025-yil 1-oktyabr sanasida esa O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vaziri Ozodbek Ahmadovich Nazarbekov tomonidan Madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni bilan taqdirlanadi. 2015-yilda esa mamlakatimizda urma zarbiy cholg'u asboblar ichida yagona hisoblangan doira va urma zarbiy deb nomlangan 210 betdan iborat kitobni nashr ettiradi va ushbu kitob 100 dona shaklda respublikamizning musiqa va san'at oliy maktablariga taqdim etiladi. 1996-2000-yillarda Andijon san'at kollejida ham faoliyat olib boradi. Ustoz Mo'minjon Haydarov oilali 5 o'g'il va 2 qizi bor. Har bir farzandlari o'qimishli va bugungi kunda mamlakatimizda turli sohalarda faoliyat olib bormoqda. 1979-yildan bugungi kunga qadar esa Tolibjon Sodiqov nomidagi 7-musiqaga ixtisoslashtirilgan maktab internatida faoliyat ko'rsatmoqda. 100 dan ortiq shoirlarni yetishtirib chiqargan. Ular orasida oliy ma'lumotli o'qituvchi kadrlar bor va rahbar darajasida ishlayotgan shoirlar ham bor. Masalan, Azamjon Ahmedov, Vosiljon To'xtasinov shular jumlasidandir. Shuningdek, Elyorbek Madaminov ham. Ustoz Mo'minjon Haydarovning bugungi kundagi o'quvchilariga ham turli tanlovlarda, musobaqalarda faol ishtirok etkazib, ushbu o'quvchilar yuqori natijalarni egallab kelmoqda. Bir so'z bilan aytganda, ustoz Mo'minjon Haydarov 47 yildan buyon, salkam 50 yil davomida madaniyat va san'at sohasiga umrini baxshida qilgan inson desak yanglishmagan bo'lamiz va shu munosabat bilan ustoz bugungi yubiley ayyomingiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Hamisha yuzga kelganingizda ham mana shunday yubiley konsertlarda birgalikda barchamiz o'tkazish nasib qilsin deb qolamiz. Mana yuqorida aytib o'tdik, ustoz O'zbekiston xalq artisti Nuriddin Hamroqulov kabi va yana bir qancha ko'plab insonlar bilan birgalikda ijod qilgan va aynan mana shunday mashhur insonlarni sahnamiz markaziga taklif etsak, ustozning yaqinlari, qadrdon do'stlari, shoirlar bugun maktabimizga kelganlar. Ayni daqiqalarda badiiy qismimizga o'tsak ham bo'ladi. So'z navbatida esa hurmat, ehtirom bilan o'sha barchamizga mashhur va ma'lum bo'lgan o'sha damlar qo'shig'i, ushbu qo'shiqni she'r muallifi bugun aynan maktab internatimizga tashrif buyurganlar ustoz yozuvchilar uyushmasi a'zosi Farid Usmonni taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum Mo'minjon do'stimiz. Assalomu alaykum aziz ishtirokchilar, qadrdonlar, san'atkorlar, o'quvchilar, mana yoshlar o'tiribdi, ibrat oladigan kattalardan. Menga birinchi so'z navbatini berganingiz minnatdorman do'stim. Sog' salomat bo'ling hamisha. Mo'minjon o'tiravering. Mo'minjon mana 70 ga kiribdi. Hammamiz mana tabriklayapmiz, qutlug' bo'lsin, qaytadan aytamiz. Lekin hozir ham 70 ga kelgan bo'lsa ham doim harakat, doim ijodiy jarayonda. Mo'minjonda qilayotgan ishlardan men tez xabarlashib turamiz, telefonlashib turamiz. Mana hozir aytib o'tdi, yozgan darsliklari bugungi kunda o'quv yurtlarida qo'llanilayotgani, o'rganilayotganligi bu o'z-o'zidan emas albatta. Izlanish, mehnat qilish, uni ro'yobga chiqarish. O'sha kitobda yozilish jarayoni ham ozmi ko'pmi bilaman tarixini, qanday bo'lganligini. Bu kitobni yuzaga keltirib, uni iste'molga keltirgunga qadar Mo'minjon juda ko'p mehnat qilgan, yugurgan, arkasidan ro'yobga chiqarish. Endi Mo'minjonni chiroyli qo'shiqlar aytishi, ustozlarni yo'lidan borib, qolaversa o'zining yo'lini yaratib borishi, undan tashqari mana qilayotgan sa'y harakatlari,
ijtimoiy YouTube'dagi faoliyatini masalan bemalol ko'rib tomosha qilishimiz mumkin soatlab o'tirib. Hozir Mo'minjon YouTube'ga juda ko'p suhbatlarni ijodkorlar bilan bo'lgan, san'at ahli, yozuvchilar, shoirlar, jamoat ahllari bilan qilgan suhbatlarni ham mana YouTube'ga joylaganki, Mo'minjon Haydarni shunday bossangiz qator chiqadi. Suhbatlar, san'at haqida, adabiyot haqida, ma'naviyat haqida ko'rib, shundan bahra olasiz. Birgina meni o'zimni bilan qilgan ozginagina bir 15-20 daqiqalik suhbatda o'zi hozir 1000 dan ortiq odam ko'rganligini guvohi bo'lib turibman. 1000 dan ortiq. Demak, Mo'minjonni ijodini minglab o'zbeklar, butun dunyodagi o'zbeklar tomosha qilyapti ekan. Bu endi ishlar shu bo'yicha qolib ketmaydi. Xudo nasib qilsa bular hammasi keyingi avlodlarga ham bir ma'naviyat bo'lib, ozuqa bo'lib qoladi. Ma'naviy ozuqa oluvchilar albatta dunyoda ko'p ular shunga murojaat qiladi. Ham qo'shiqqa, ham she'rga, ham shirin suhbatga, ibratli gaplarga hamma murojaat qiladi, ko'rib boradi. Qolgan mana do'stlar bilan bo'lgan, G'ayratjon bilan bo'lgan suhbati, qo'shiqchilardan mana o'zimizni Nozim aka bilan, Hamidxon bilan bo'lgan suhbatlarni ham ko'rdim. Juda chiroyli bo'lgan va o'sha ularni tomoshabinlar ko'rayotganligini guvohi bo'lib turamiz. Mo'minjon mana hali kuch-quvvatlaringiz bor, siz ko'p ishlarni qilyapsiz. Mana yozuvchilarni davralarda ham bo'lasiz, ijodkorlarni, shoirlar bilan birga hamnafaslikda ijod qilasiz, yozasiz she'rlar. Yangi qo'shiqlaringizni tashlab berasiz, eshitib ko'ringchi, ma'qul bo'ladimi deb so'raysiz. Fikrlarda esa e'tiborga olasiz. Biz ana shu jihatdan Mo'minjonni juda ham hurmat qilamiz bir ijodkor sifatida. Barcha viloyatimizdagi yozuvchilar, shoirlar hammasi Mo'minjonni qadrdon do'stlari, faqat san'atkorlargina emas, yozuvchi, shoirlar ham, jurnalistlar ham Mo'minjonni qadrdon do'stlari hisoblanadi. Mo'minjon 70 yoshingiz qutlug' bo'lsin, tabriklayman. Sizga uzoq umr, ko'p yillar, hali ijod jarayonlari oldinda, Xudo nasib qilsa 100 yoshgacha siz to'xtamasdan, o'zimizni singari qarimasdan, mana 80ga kirsak ham qariganimizni hech tarogimiz kelmaydi. Yoshlar bundan ibrat olsin deymiz. Ijod qilish kerak. Mana qator Mo'minjon, men ham sizni singari qator kitoblar yozganman. Shu kitoblarni, o'zimni yozgan kitoblarimni sizga sovg'a qilib olib keldim. Albatta farzandlaringiz bilan o'zingiz vaqt bo'lganda shu kitoblardan bahramand bo'lasizlar degan umiddaman. Mana bu yerda bitta kitob bor. Men aytib qo'yay, san'atkorlar buni yaxshi tushunadi. Tolib Hoji Hamidov haqidagi biografik qissa hisoblanadi. Bu O'zbekiston televideniyasida 30 yildan ortiq xizmat qilgan, ko'p asarlar yaratgan, tele asarlar yaratgan Tolib aka Hamidov haqidagi qissa hisoblanadi. Bu yerda san'atkorlarni, artistlarni, sahna xodimlarini hayoti qisman shunda ham yozuvchilar, ham artistlar, san'atkorlarning hamkorligi bo'lganligi voqealarni Tolib Hojini hayotiga bog'lab turib aks ettirganman. Bu ham ibrat bo'ladi degan o'zim. Mo'minjon, sog' salomat bo'ling. Barcha yozuvchi, shoir do'stlarimning nomidan, qadrdon san'at muxlislari nomidan bir san'atga, adabiyotga bo'lgan mehringiz bundan keyin ham ziyoda bo'lsin. Doimo sog' salomat bo'ling. Uzoq yillar bizni davramizni gullatib, shirin qo'shiqlaringiz bilan hammamizni qalbimizni rom etib yuravering. Sizni hayotingiz mana shu o'tirgan o'g'ilchalarimizga, qizchalarimizga ibrat bo'lsin. Boshqalar yoshlar ham shu sizni yo'lingizdan borishini Allohdan so'rab qolamiz. Sog' salomat bo'linglar, rahmat e'tiboringiz. Mana
aytib o'tganimizdek ustozlar so'zga chiqyapti. Endi shu o'rinda ustozimizni o'quvchilari, ya'ni shogirdlari bor, Elyorbek Madaliylar. To'g'risi, hozir gapira olmayman, shuning uchun dedi, o'quvchilar ijrosida asar tayyorlab qo'yganmiz, shu taqdim etsak demoqdilar. Marhamat. Demak, o'quvchilarimizga rahmat aytamiz. Bu ustozni chevara shogirdlar desak ham bo'ladi, to'g'rimi? Endi yana davom etamiz. Shu yerda ustozni o'quvchilari va yaqinlar tashrif buyurgan. Endi qo'sh doira ansamblini mana shu asoschisi Shukurullo Abdujalilovga so'z navbatini berar ekanmiz va Shukurulloning o'quvchilar ijrosida go'zal asarni taqdim etamiz. Keling Shukurullo aka. Keling Shukurullo Abdujaliyevning tabrik so'zidan so'ng doirachilar chiqishini taqdim etamiz. Marhamat.
Akramjon Turdiyevga beramiz. Ular ijrosida Saida Zunonoy she'ri bilan Bo'l menga mahbub qo'shig'ini e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat. Aziz ustozlar, do'stimiz Mo'minjon, men bir Mo'minjonda hattoki o'zini xabari yo'q bir gapdan boshlamoqchiman. Qisqa qilib Mo'minjon bemalol o'tirib olishingiz mumkin. 1981-yili Mo'minjon bilan tanishganmiz. 82-yildan boshlab biz Alloh rahmat qilsin Ravshanbek To'ro'g'ay degan ukalarimiz bor edi. Alloh rahmat qilsin, ular o'tib ketib qoldi. Mo'minjon qolaversa yana bitta Nikolay Konstantinovich Shurin degan sintezatorchini ko'pchilik taniydi. Shu yigitlar, shu odamlar bilan, shu insonlar bilan birga sostav bo'lib ish boshlaganmiz. Ya'ni shunaqa bir to'ylarga, xizmatlarni boshlaganmiz. 1900 o'sha hozirgi e'lon qilgan ukamiz aytgan yili Mo'minjon hattoki o'zi xabari yo'q. Bir kuni Alloh rahmat qilsin Nurdin Hamroqulov ustozimiz sappan endi bir tanishib yo'lga tushib, endi bir usta shogirdlik qilib turgan vaqtimizda hali Mo'minjon Nurdin Hamroqulovga o'tmagan edi. Biz bilan birga to'yga borib turardi. Rahmatli Nurdin akam aytdiki, senda bir doirachi yigit bor ekan. Ismlari Mo'minjon ekan. Chunki menda ikkita doirachi yurardi, To'ro'g'ay ham Mo'minjon. Mo'minjon degan yigit bor ekan senda. Shuni bir Sodiq ekan ozgina endi yosh katta bo'lib qoldi. Yoniga bir nima qilsak, bir qo'llab-quvvatlaydigan yosh yigitlardan der. Shunaqa qilyapmiz. Desam, men usta dedim, bemalol siz bilan yursa ko'rinadi ko'ziga, xalq taniydi, yana ham nimasi oshadi degan maqsadda shunaqa gap bo'lib o'tganda, oradan bir hafta 10 kun o'tgandan keyin Mo'minjonni o'zini chaqirib, o'zlari keyin ish boshlagan. Nurdin akam bilan birgalikda. Oradan bir o'tgan bir yildir, yarim yildir o'tgandan keyin Nikolay Chorinni ham mendan so'rab Nurdin akam o'zini sostaviga olgan. Yaxshi bo'lgan ekan, mana ikkovlari ham ayniqsa Mo'minjonni xalq tanidi, O'zbekiston tanidi, katta sahnalarda ayniqsa 85-yil bo'lsa kerak. Nurdin Hamroqulov Alloh rahmat qilsin, 12 ta zapis qilgan Gran Plasinkada. 12 ta ashulasini zapis qilgan. Shundan keyin respublikada haligi juda nimasi ulug' bo'lib ketgan, haligi juda tanilib ketgan, martabasi ulug' bo'lib. Shunda shu 12 ta zapisda ham Mo'minjonni hissasi katta bo'lgan. Shunda birga o'sha Gran Plasinkada birga cholib, birga yozishgan. Menimcha shu to'g'ri bo'lsa kerak. Demak, shu gapim yomon bo'lmadi. Xalq tanidi, san'ati ko'p kuchaydi, san'ati yaxshi bo'ldi va hokazo. Mana bir aylanib 70 yoshga kirib qolibmiz. Kechagina ko'z oldimizda to'y o'ynab, kulib, konsert to'y yurgan yosh yigitlar edi. Mana bir aylanib 70 yoshga kiribmiz. Mo'minjon, ilohim sizga faqat uzoq umr tilaymiz. Sihat salomatlik tilaymiz. O'sha bola chaqalaringizga bosh bo'ling. Farid akam aytgandek, necha yil Alloh sizga umr bergan bo'lsa, umringiz oxiriga qadar san'atdan chetlanmang. Salomat bo'ling. Topgan bir voqea yoz deydi, bir tana qo'shiq aytamiz.
davom etamiz. Endi esa sahnamizga yana bir aziz mehmonlarni taklif etamiz. To'rabek Qodirov ustozimizni taklif etamiz. Viloyat musiqa va drama teatrida uzoq yillardan beri
faoliyat ko'rsatadi. Keling ustoz. Sahnamiz taklif etamiz. Ular ijrosida go'zal bir qo'shiqni e'tiboringizga havola etamiz. Do'stlar, ukalar, farzandlarimiz, bugun shunaqangi ajoyib kunki, Mo'minjon akam meni juda yaqin akam bo'ladi. Yaqinligi shundaki, 77-yildan tanishgan bo'lgan bo'lsak, mana salkam 50 yilga borib qolibdi. Mana Bahodir akamlar, meni onam rahmatliga duolari bor edi, oyim uni duolari. Meni o'g'lim yolg'iz emas. Uni 10 ta akasi, 10 ta ukasi bor. Bu degani duoni ijobati shunaqa insonlarni topa oladi degan ekan. Keyin o'ylasam. Shu 10 ta akalarimdan bittalari shu akam bo'lasiz. Bu kunlar bilan sizni tabriklayman aka. Salomat bo'ling. Ijoddan to'xtamang. O'sha yoshlikdagi g'ayratingiz hali ham so'ngan yo'q sizda. Endi yana bitta gap. Shogirdi ko'p, ustoz shohdek ulug' deyapti. Shogirdi ko'p, ustoz shohdek ulug'. Shogirdi yo'q ustoz, daraxt shoxidek qulug' deyapti. O'sha ulug' ustozlar qatoridasiz, ilohim. Mana shu kerak bo'lsa bir karvonni boshqaruvchi tuyani nor qatoringdan yuking yerda qolmag'ay, qatoringdan nor bo'lsa. Aro yo'lda qolmaysan, do'sti yoring bor bo'lsa. Alloh rahmat qilsin ustozimiz Sherali hoji aka. Oxiratlari obod bo'lsin. Shuni aytib bersam. Yuking yerda qolmag'ay, xatoringdan nor bo'lsa. Aro yo'lda qolmaysan, do'st yoring bor bo'lsa. Sevib olganing güzel bir tekrar olsa, altın özler görünmez, yanında şöyle yar olsa. Altın özler görünmez, yanında şöyle yar olsa. Cennet onun payda, ketsa agar topmazsan 100 bin yilda joyida, oyog'idan o'pdoyi ota onang bor bo'lsa. Oyog'idan o'pdoyim ota onang bor bo'lsa. Belingda kuch orda oilangni shodayla. Qo'yningdagi haloli ko'nglini obod ayla. Farzanding uchun Allohdan
Sular feryat eyler, inson nomi o'chmagay, o'g'il qizi bor bo'lsa, inson nomi o'chmagay, o'g'il qizi bor bo'lsa. Vatan deb ah urmaymi, vatan sizdan so'rab ko'p, vatanini sotmayli, iymoni sizdan so'rab ko'p. Vatanga yov ko'z tutsa, imoningni sinab ko'r. Vatan qo'ldan ketmagan o'g'lonlaring bor bo'lsa, Tangri o'zi bermasa, zar bersang-da bor bo'lmas. Tangri aziz etganlar ikki dunyo xor olmas. Ishlari bekor olmas, nomardlarga xor olmas. Dunyo ko'zga tor olmas, Tangri madad kor bo'lsa. Yuking yerda qolmag'ay, qatoringda nor bo'lsa. Yaşang, rahmat. Şeref, o'ziga. Ustozlarga rahmat aytamiz. Endi aynan mana shu mehmonlarimiz orasida ustozni aka-ukalari bor. Ushbu insonlarni hurmat ehtirom bilan sahnamizga taklif etsak, navbatdagi so'z ustoz Mo'minjon Haydarovning akasi Marjon Haydarov hamda ukasi Abduqayim Haydarovga beriladi. Marhamat. Mo'minjon tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. 70 yoshga kiribsan, yana bu ishlar davom etib, 100 yoshda ham og'aynimiz aytgandek 100 yoshdan ishlarni to'xtatma. Tabriklayman, salomat bo'l. Sendan bir iltimos bo'ladi. O'zing yaxshi ko'rgan ustozimiz Nurdon aka hamroh bo'lib, yaxshi ko'rgan ashuladan bitta o'zing aytib ber, iltimos. Avvalo tabriklaymiz. Doim salomat bo'ling. Nimaiki yaxshi niyatlar qilgan bo'lsa, niyatlaringizga yeting. Doim salomat bo'lib, Allohim o'zidan adashtirmasin. Yaxshi ko'rgan ashula. Sahnamiz markaziga ustozning yana bir shoirlari bor. Andijon ixtisoslashtirilgan san'at maktabida bugun faoliyat ko'rsatayotgan ustozning shoirlari ham tashrif buyurgan ekanlar. Ustozimiz taklif etsa, shoirlarimizni degan taklifni bildirdilar. Marhamat. Assalomu alaykum hammaga. Mo'min aka, umringiz uzoq bo'lsin, rizqingiz ulug' bo'lsin. Shu
shunaqa yoshlar yana 100 yoshlarga kelganki yana biz ham yetishsin, sizni yana tabriklar inshaalloh. Bizga ham ustozimiz ham podshomiz bo'ladi bizni. Assalomu alaykum. Mehmonlar, mana bugun juda xursandchilik kun. Ustoz, domlalar, umringiz uzoq bo'lsin. Domlamiz juda ham g'ayratli, bundan keyin ham g'ayratli bo'lib, bunaqa yoshlarning ko'pini ko'rib, bizga bosh bo'lib, farzandlaringizga bosh bo'lib yurishlikni Alloh nasib qilsin. Tabriklayman, salomat bo'ling. Shogirdlaringizni ustozni bugun nafaqat Andijon viloyatida, balki respublikamizning turli nuqtalarida tashrif buyurgan yaqinlari, birodarlari bor. Aynan Farg'ona viloyati Manaman shahridan ustozni hurmat qilib kelgan insonlarimiz, aziz mehmonlarimiz bor ekan. Ushbu insonlarimizni taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli qadrdon hamkasblar, ustozlar, aziz mehmonlar. Mana shu bugun shu davrada mana shu Mo'minjon akamizni 70 yilga to'lgan tavallud ayyomida sababi katta o'tiribmiz. Mana endi bizni qo'ng'iroq qilib chaqirib qolishdi. O'tirib Muhammadjon bilan qarang, o'rta 70 ga kiribdi bu ekan. Deb biz 2 yosh farqimiz bor. Biz ekan bilan 80-yillarda birga tanishib, shu yillardan ijodni boshlaganmiz. Mana hozir juda nima deydi, hayajondaman. Bu Andijon viloyati zabardast ustozlarni yurtdi. Bu Mo'minjon aka mana shunaqangi bir zabardast san'atkorlarni darolardan bittasi. Shu 70 ga kirgan ekan. Biz shu yoshlarda qani ko'pini ko'rsin, 100 ga kirsinlar, ilohim oilasini baxt saodatiga salomat bo'lsinlar. Bu birodarlarimiz kelisholmay qoldi, ular nomidan tabrigimiz bor. Biz hozir shuni o'qib e'lon qilib eshittiramiz sizlarga. Bu o'sha bizim Farg'onadagi birodarlarning tabriklari, salomlarini aytishdi. Aziz qadrdonlarim, Mo'minjon aka Haydarov, biz sizni uzoq yillardan beri Andijon viloyatida yetuk, mohir, ardoqli san'atkorlar qatorida tan olib kelamiz. Sizni yosh san'atkorlarga bergan uzoq yillik ta'lim va tarbiyangiz hamda qo'shiq va musiqa san'ati ijrochiligidagi yuksak mahoratingiz nafaqat Andijonda, balki butun respublika hududida qadrlab e'zozlanadi. Tavallud ayyomingizni 70 yillik munosabati bilan sizga tan sihatlik, oilangizga qut baraka va madaniyat va san'at ravnaqi yo'lidagi ijodingizga omadlar tilab qolamiz. Hurmat bilan Farg'onadagi bir qator san'atkorlar hamda shinavanda do'stlaringiz. Biz bu odamni bu yerdagi mehnatlari juda katta.
Biz hammasini bilamiz. Mana salkam 40 yildan beri aka-uka bo'lib qoldik. Shaxsan meni Nurnaga Hamroqulov bilan tanishtirgan odam. O'sha 80-yillarda o'sha o'qib yurganimizda Nurnagan oldiga borib meni tanishtirgan. Mana shu siz yo'lingizdagi qo'shiqlarda aytadi shu inson deb bizni tanishtirgan. Shundan keyin umrlarini oxirigacha aka-uka bo'lib o'tdik. O'shanda otangni sani Hamanotim Rustamjon. Student deb mana aytgan shu bilan umrini oxirigacha student deb o'tdilar mana. Nurnagan. Shu Nurnagan sababchi bo'lgan. Undan keyin mana shu bizning Farg'onalarga o'ndan ortiq xizmatlarga Nurnaganlar bilan birga borishib o'shatlarda xullas yaxshi bir san'atni gashtini davrini surganmiz. Yana bir bor chin ko'ngildan muborakbod etaman. Undaka iloyim 100 yillik yubileylaringizni ham shunaqa sog' salomat bo'lib diydorlashishga rozi nasib qilsin. Mana hozir yonimda Ahmadjon do'stim bu kishini bir ikki og'zdan tabriklab qo'yadilar. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar, do'stimiz Mo'minjon. Yana bir bor chin dildan tabriklayman. Tavallud ayyomingiz bilan sizga Alloh bergan umrni yashashni so'rayman. Farzandlaringiz, nabiralaringizga bosh bo'lib, oilangizda eng katta inson bo'lib yuravering. Orqangizdan biz ham yuraveraylik. Xursandchilikda faqat xursandchilikda uchrashaylik. Rahmat sizlarga. Salomat. Rahmat aytamiz va ustozimizni, o'quvchilarni, ota-onalari kelgan shu insonlarni birgalikda taklif qilaylik. Marhamat, kelinglar. Ustozni do'stlari hamda ota-onalari. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar. Avvalo mana shunday ulug' dargohga shunday insonlarni jamlashga sababchi bo'lgan ustozimiz, bizning nabiramizning ustozi. Mana 2-3 yildan beri shu nabiramizni o'zi tarbiyalayapti. Havas qilib kelgandik, Xudoga shukr. Allohga shukr adashmagan ekanmiz. Mana ko'ryapsizlarki, hozirgi kunda mana shu nabiramiz mana ko'p tadbirlarga, respublika miqyosida tadbirlarga mana 2-3 yil ichida ko'tarilib, shu darajada hurmatga ega bo'lyapti. Bularning hammasiga sababchi avvalo mana shu Mo'minjon ustozlar. Ilohi Mo'minjon aka shodiyon kuni yutuqli bo'lsin. Uning kunlarini ko'pini ko'ring. O'zimizdan katta insonlar juda ko'p gaplarni gapirdi. Ularning gaplariga qo'shilamiz bematta. Va kelajakda siz ham mana shu shoirlaringizni bundan-da ko'paytiravering. Ilohim shu shoirlaringiz ham xuddi singari hurmatlarga sazovor bo'lsin. Va mana shu orqasidan baralla mana shu meni shogirdimda, mana shu meni shogirdimda deb siz ham ularni qo'lingiz bilan televizorlarni ko'rsatib, boshqa yerlarni ko'rsatib, xursand bo'lib, ya'ni yana yerda ko'tarib, xursand bo'lib yurishingizni tilaydoshimiz. Hamisha shu shoirlarni ko'paytiravering. Biz ham o'sha siz oldingizga shu akalarimizdan xursandmiz. Mana ming marta xursandmiz. Sababi ana shoirimiz orqasida mana insonlarni tanidik, ko'p aziz insonlarni ko'ryapmiz. Boryapmiz. Qanday tadbirlaringiz bo'lsa boramiz, Xudoga shukr. Yamoqchimanki bunaqa uchrashuvlar juda ko'p bo'laversin. Mana shu oilangizni baxtiga, farzandlaringizni baxtiga, mana shu katta kellish, katta maktabni baxtiga siz tinch bo'ling. Sababi mana shu maktabda faxrlardan siz bittasiz. Shuning uchun ham uzoq yillar shu maktabda hurmat bilan kelib ketib, shu yerlarda shogirdlaringizga duo qilib yurishingiz hamisha nasib bo'lsin. Sog'lik salomatligingiz yaxshi bo'lsin. Tabriklayman. Hambeler, akademiler, Hasanlar. Marhum şerikamiz bir qo'shiq bordi. Do'st bo'lsang yonimda tur. 17-20 minutlar aytilgan bu qo'shiq. Buni agar muzikalar bilan chiroyli qilib odam eshitsa, shu qo'shiq ancha-muncha inson tarbiyalab qo'yadi. Sherikamizni Alloh rahmat qilsin, shogirdlar ko'p edi.
marhum barcha san'atkor ustozlarimiz Alloh rahmat qilsin. Mo'minjon do'stimizga mana 63 yil o'tdi. Bitta parta, bitta maktabga borganmiz. 63 yildan beri birgamiz. Ko'p o'tirishlarimizda Sherikam qo'shiqlarini aytib qoladi, Nuriddin akani qo'shiqlarini aytib qoladi. Hattoki bu do'stimiz Nuriddin Hamroqul qo'shiq aytganda doirachi gap qilgan ko'p to'ylarda. Bu hammasiga bu biz guvohmiz. Xudoga shukr. Shu maqomga yetishiga bu mehnat. Bu mehnat bilan endi rohatlanib totadigan paytda ham yana mehnat qilyapti. To'g'risida shunga men doim bir anaqa nima bo'lib qolganda o'zimcha bir har xil xayollarga borib qolganda shu Sherikam qo'shig'ini qo'yib olaman. Do'st bo'lsang yonimda tur. Mana shunchalik do'stlik qilib kelibsizlar, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Bundan keyin ham do'stligimiz buzilmasin, do'stimiz ayrilmasin. Bu birodar oshnamiz ham uzoq umr ko'rsin. Orqasidan bola chaqalarini orzu havaslarini ko'rsin, nevaralarini havasini ko'rsin. Hammamizga uzoq umr Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Rahmat aytamiz va aytib o'tganimizdek go'zal bir asarni taqdim etishdan avval ustozni yaqindan taniganlar, bilgan insonlar bo'lsa, ularga o'zlarining o'z hollari bo'lsa, marhamat sahnamizga taklif qilib qolamiz. Kelinglar. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar. Mana Mo'minjon ukamni 70 yoshlik yubileyini eshitib toshib ketdim. Shu mana shu dargohda o'zim Shahrixonlikman. Shahrixonda muzika maktabida direktor bo'lib ishladim. O'quvchilarim ko'p. Stajimga 58 yil oldu. Endi alhamdulillah, Xudoga shukr, yoshligimdan san'atga qiziqqanman. Yoshligimdan shu rivoj cholib mashina qilib mana o'qib, Farg'ona pedagogika institutini shu muzika fakultetini tugatganman. Shu Nuriddin Haydar kursdoshim bo'ladi. Endi mana Farg'onada kelib xush kelibsizlar, xursand bo'ldim. Farg'onada o'qigan narsalarni ko'rib, Farg'onada yurgan deb bu. 70 yoshingiz muborak bo'lsin uka. Hamisha mana 3 ta nevaramni o'qityapman, bitta o'quvchim shu ukani qo'lida. Hozir zo'r cholyapti. Doirani endi shunaqa havas qilaman. O'g'illarimni o'qitolmadim, lekin mendan nimaga chiqmaydi deb nevaralarimni 3 tasini o'qityapman shu yerda. Iloyim bu yoshlardan 100 yoshdan o'tib keting. Hamisha Alloh umringizga, rizqingizga, xonadoningizga barakasini bersin. Iloyim tinch bo'ling, xonadoningiz bundan ham ziyoda bo'lsin. Mana o'g'illaringizni eshitib, qizlaringizni ko'rib, mana ko'p oilada meni ham shu hozir 5 ta nafar farzandim bor. Ularda bolalarimni 3 ta o'g'lim, 3 ta kelinim bor, 2 ta kuyovim bor, 5 ta qudam bor. Havas qilaman, lekin bolalarni chiqara olmadim. Nevarani o'qityapman. Mana bu maktabni kollektiviga juda katta minnatdorchilik bildiraman. Shu yerda kelgan bolalar hammasi bilim olyapti. Ko'rib bulardan xursandman. Shu kollektivga Alloh barakasini bersin. Shu kollektiv bundan ham ziyoda bo'lsin. Vatanimiz tinch bo'lsin, xalqimiz tinch bo'lsin. Bayramlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin, hammamiz o'ynab kulib yuramiz. Sharxonda mashina Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar, qadrdonlar, azizlar. Yana bugun Mo'minjon do'stimiz bilan bitta kollektivda ishlaymiz. Biz ham qarorida o'qiganmiz, muzika bo'limi yurtida Abdulahadlar bilan
aytib qo'yaman deymi, kelib qo'yganlar. Keyin Mo'minjonni shunaqa xalq tanigan inson bu. Bitta voqea, biz ikkovimiz men ishdan qaytib ketayotib, shaharda beni kuzatyapti mashinaga. Mashinaga chiqdim, shoför nima dedi? Ona odam Nuriddin Hamroqulevni doirasi yo'q dedi. Men dedim, taniyman dedim. Desam, zo'r odamda qanday taniysiz desam, bu san'atkorni to'ylarda ko'p ko'rganman, Nuriddin akam bilan birga yurgan dedi. Men o'zim ham xafalanib ketdim keyin bu zo'r odam ekan dedim. Bilmas ekanman. Do'stim, sizga uzoq umr, sog' salomatlik tilaymiz. Hamisha shunaqa yaxshi kunlarda do'stlaringiz bilan birgalikda yurishni nasib qilsin. Assalomu alaykum, ustoz Mo'minjon aka. Muborak bo'lsin 70 yoshlaringiz. Yana 80, 90, 100larga keling. O'sha yoshlaringizdan birga bo'laylik. Alloh taolo umringizni ziyoda qilsin. Farzandlaringiz baxtiga, ularga uzoq yillar duoga bo'lish nasib qilsin. Kelolmagan ancha do'stlarimiz bor. Shular nomidan muborakbod etamiz. Umringiz ziyoda bo'lsin. Domla. Assalomu alaykum mehmonlar. Shu yerda jamiki tabriklagan insonlar nima deb tabriklagan bo'lsa, meni ham dedim ko'nglim o'tdi. Omon. Rahmat har bir insonlarga, ustozni rahmat har bir insonlarga, ustozni hurmat qilib kelgan katta yurtchilik aziz mehmonlarimizga yana bir o'qish kelibsizlar deymiz endi. Har bir inson o'zini tarixini, ko'ngildagi izhorlarini taqdim etdi. Endi yubileyni sababchisi bo'lgan ustoz Mo'minjon Haydarovdan bir qo'shiq aytsak nima deysizlar? Yana ustozimiz Nuriddin Hamroqulev ijodidagi "Nasib deding, na men dedim" bu so'zni taronasini aynan maktab internatimizning simfonik orkestri tomonidan bir yangicha ko'rinishga keltirildi. Aynan Nozimjon Qayumov hamda Qumjon Tojiboyev orkestrni ham mosladi. Ushbu qo'shiqni ustoz ijrosida eshitdik. Marhamat ustoz, keling. Ustozni ruh shod bo'lsin. Qo'limizdan kelganicha menki har kim imkoniyatiga qarab uch inson tarbiyasini oldik. Ruh shod bo'lish uchun harakat qilyapmiz. Kamchiliklar yurdi so'raymiz, qo'ldan kelganicha bitta narsa tayyorlaylik. Sizlarga taqdim etamiz. Doimo sog' bo'linglar. Rahmat. Gül alvan yoydi gülher damlar bahar sarsar moni bağlar Gül alvan yoydi daryo to'lqinlari
bağladı Gül alvanı yoydu dağladı Ben yaptımları köylüm çağladı Ben sevdim, namin dedim usulü Ben yaptımları köylüm çağladı Ben sevdim, namin dedim usulü Nasıl dedim, namin dedim usulü Nasıl dedim, namin dedim usulü Nasıl dedim, namin dedim usulü Rahmet itibarı çünkü salamat bo'linglar. Qo'ldan kelgancha tamshillarga so'rayman. Ustoz yana bir bor sizga minnatdorchilik bildiramiz. Salomat bo'ling. Endi bugungi yubiley tadbirimizga aynan maktab internatimiz hamda ushbu bo'limni katta o'qituvchisi Abdumannon domla Yo'ldoshev bilan yig'inamiz. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, aziz ustozlar, mo'minjon domla. Ömrü ziyoda bo'lsin. Domla bilan mana 40 yildan oshdi billa tanishganmiz. 40 yildan beri ishlab kelamiz billa. Xudo xolasa. Domlani shijoat bilan aytganda juda baland. Bizdan ham baland shijoat hozir xudo xolasa. Hozir yoshlar mana shogirdlar mana berey baraka. Nevara shogirdlarim mana domladan, mana bo'limimizning ilg'or faollaridan. Mana bo'lim boshlig'imiz bular. Domla bir kun bo'lmay qolsa bolalar istab qoladi. Domlamiz qanday qoldiki, nima bo'ldiki, tinchlikmikin deb. Chunki domla har kun bir yaxshi niyat bilan, yaxshi bir fikr bilan, yaxshi bir tayin bilan keladi ishga. Ezgu niyatlar juda katta xudo xolasa. Domla xudo xolasa umri ziyoda bo'lsin. Yana 80 yillik, 90 yil yubileylarda billa shunda hamsafar bo'lib turishga qodirsanamiz. Bizlar rahbarlarimiz domla aytib ketgan singari Toshkentga juda muhim ish bilan ketishgan bular. Xudo xolasa hammalarni 19-may kuni Toshkentda o'tkaziladigan bizning yubiley konsertimizga hisobot konsertini taklif qilamiz o'rtoqlar. Shularni masalasi bo'yicha kelishgan ular. Bizda uzun aytib bo'lganlardan uzun aytib qo'yishgan, shu sababli qatnasha olmayapti. Bular domla sizga katta niyatlar bildirgan domla. Umringizga sizga baraka bersin deb yaxshi niyatlar bildirib ketgan, sog'lig'ini berib ketgan. Xudo xolasa kelganda Allohni tabrik ediyorlar sizlarni. Bo'lim boshlig'imiz Abbosbekka bir so'z beramiz endi. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Xush kelibsizlar deb qolamiz avvalambor. Mana shunday ustozimizni, bizni tinim bilmaydigan ustozimizni qadrlab, yo'qlab kelganlar uchun sizlarga tashakkur. Endi rahbarimiz menga topshiriq berib ketdi, o'zi mana domla aytdi, xizmat safari bilan bo'lib turibdi. Mana shu maktabimizni, mana shu respublika miqyosida darajasini bir ko'rsatish, bir nima desam bo'ladi, bir qolganlarga bu yoqqa kela olmagan professorlarga ham mana shu o'quvchilarimiz ko'rsin degan maqsadda mana shu yaxshi niyatlar bilan ketdi. Xudo xolasa mana ustozimizga tashakkurnomalar berib ketdi. Alohida ustozimizga kelajakdagi yana ishlariga ham yana kuch-quvvat tilaymiz. Charchab qolmasin ustozimiz. Bizga ibrat bo'ladigan ustozlardan bittasi mana shu maktabimizni ustuni. Hech qachon tinim bilmaydi. Rostdan bir kunda eng kami men oldimga 2 marta keladi. Mana shu ishni qilishimiz kerak deb boshlab qo'ydikmi, mana shu uzib oladida bular ushlagan joyini. Domla, siz charchamang. Xudo xolasa mana shu 100 yillik yubileyingizda ham mana shu jamoa bundan ko'p yana shogirdlaringiz bilan inshaalloh barchamizga nasib qilsin. Domla, har doim oilangizni, bizni baxtimizga sog' salomat bo'ling, uzoq umr, sihat, salomatlik tilab qolaman. Mana shu aka-ukachiligimiz, ustoz shogirdchiligimiz abadiy bo'lsin. Domla, o'zingiz o'g'lingizlarga ko'rasiz, mana meni ham kelib har doim sog' salomat bo'ling. Ustoz, mana shu professorimizga ham ozgina tabrigi bor, marhamat. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar hurmatli mehmonlar. Mana shu yerda gapirgan barcha chiroyli gaplarga qo'shilaman. Mo'min domla, Xudo xolasa 100 yoshingizda ham shunaqa
tadbirlarda birga anaqa qilaylik. Biz ham shu отделda birga 30 yildan oshiq ishlab kelyapmiz. Bundan buyon birga uzoq yashashga Alloh nasib qilsin. Xursandmanki, sizlarni ko'rib, hozir mana yetishmas, bir 30-40 yilga qaytdim yo'qaya. Sizlarni ko'rib. Ha, mana shu hammalarga qadamingizga rozi bo'linglar, sog' bo'linglar. Avvalo yurtimiz tinch bo'lsin. Ko'ryapmiz bugungi kundagi narsalarni hammani ko'ryapmiz. Avvalo bizga tinchlik kerak. Yurt otalariga salomatchilik tilayman. Charchamasin ular. Yurtimiz tinch bo'lsin. Qolursiz oilamiz bilan hammamiz salomat bo'laylik. Qachon bir muzika eshitiladi, xotirjamlik bo'lsa. Mana tinchlik, xotirjamlik mahalliy tadbirlarni qilyapmiz. Mana shu bugungi tadbirda qatnashgan mana bu yerda bir 30-40 odam qatnashyapti yana bor boshqa nimalarimiz. Mana kelganlarga men hammalarga o'zim minnatdorchilik bildiraman. Doimo sog' salomat bo'linglar, bola-chaqalarni tinch bo'linglar, charchamanglar, yaxshi kunda ko'rish nasib qilsin. Shundan keyin juda turamiz, bir piyola choyimiz bor. Choyni ichib, lekin boshqa ishlarga kiramiz. Omon bo'ling. Mo'min aka, jo'ralar nomida. Voy deganlar hamida bor. Oxiriga olib qopti, oxiriga olib qopti. Mehmonlarni Ko'pchilik Kaliningrad desa ko'pchilik nimani Kaliningrad shahar asl deb o'ylaydi. Lekin u emas, bu Moskovskiy oblast bo'lib Kaliningrad. Ha. Yaroslav Gelirler mehmanlar, gelirler. Gel. Bir de bak gel.
Qadam qo'ygan do'stlarimiz qadamlariga hasonat, onlarga baraka bersin. Rahmat, sog' بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله الذي أطعمنا سقانا جعلنا من المسلمين توفنا مسلمين ونحن بالصالحين. اللهم يدعي شر المسلمين وزيها بسماوات Sürekli Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e durduğu salavat salamlarımız ahl-i beytleriye, sahabe-i kiramlarıya. Allah'ım bu yayın işgalimizden hasıl kılma sahabelerden evvela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızımlarıya olabilse Muhammed Mustafa'mızdan, taraflarından, ahl-i ayolları taraflarından özleyenlerin ruhlarını şad kılsın. Müracaatlarını bana kılsın. Bu günde önemli şükranlar, bu ihsanlarını Allah'a kılsın. Kabul kılıp, ötmeyenlerinin ruhlarını şad kılsın. Elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah, ve rahmetli ya Erham. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات
في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم زكنا منه ونسينا وعلمنا منه وجعلنا وارزقنا تلاوته وأناء الليل وعن أطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Parvardigor o'zing muborak ilohiy tilovatlarimiz sahih tilovat Qur'onlarimiz, xayrli duolarimiz bu shukrona kunida yozilgan hayotli dasturxondan hosil bo'lgan savob-u saodatlarni ko'paytirgan hamda avvalo Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning muborak kunlariga jamiy o'tgan payg'ambaron alayhissalomlarning ruhlariga azvoji mutahhirat onlarimiz, sahobai kiromlar, iymon bilan o'tgan mo'min, mo'mina, muslimonlar, xususan ustozimiz taraflaridan o'tgan otalari, akbarjon hozirchamiz, onalari, qarindoslar onalarimizni, akalari, abdujon akalarni, opalari, odina opalarini va opalari Xadicha onalarni
o'g'illari, valiylarni, o'qituvchilarga va kengalarimiz aramizdan o'tgan ota-onalarning ruhlariga xususan bag'ishlaylik. Allohim o'tganlarni alayhi rahmat, shohslari jannat qilin, Qur'on nurlari bilan Qur'onning yo'llarini bayo qilin, munavvar muattar qilin. Bu kungi insonlardan hosil bo'lgan savoblardan ularning ruhlarini shod qilib, ruhlari olamida darajatlarini baland qilgin. Allohim o'zing g'afurur rohimsan, barchalarini rahmatingga yolg'in, gunohlarini mag'firat qilib, joylarini jannatlarga qilgin. Muhtaram birodarlar, biz mana bu guruhlarga necha insonlar, ustozlar xizmatlar qilib, bizlarga va bizlardan oldingi, bizlardan keyingilarga tarbiyachilik qilgan, ilm bergan, ularni kasb-hunarli qilib, ularni xalqni orasida obro' e'tibor topib, hurmat topishlariga juda katta xizmat qilib o'tgan ustozlarimiz bor. Ularni ruhlarini bizlar yod etib, mana qilingan izhordan savoblariga bag'ishlaymiz. Barchamizni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Albatta, ya Alloh, bu qolgan ustozlarimizga barchalariga tanijoqlarimiz sog' bo'lib, umrlariga bizlarga baraka berib, ular qatorida bu ustozimizdan umrlariga bizlarga Alloh o'zi baraka bersin. Ahlollari bilan farzandlariga bosh bo'lib, bu yerdagi shoirlarga, bosh bo'ruqlariga yanayam chiroyli tarbiyalarni berib, ularni kasblar o'zlashtirishlariga katta xizmatlar qilib, xizmatlarni bardavom bo'lib, uzoq yillar xizmatlarda bo'lishini Alloh nasib qilgan va bu joyda mana xizmat qilgan oshpozlarimiz Lutfullo Hojatdan boshchiligidagi boshqalar chordamlarga yerda xizmat qilgan yo'lkalarimiz barchalaridan umrlariga sizlarga baraka bersin. Shar'iy maqsad niyatlariga o'zlari o'ylagan ziyodarlar yetsin. Albatta, ya Alloh, barcha o'tganlarimizni g'ayib rahmat qilin, qolganlarini salomat qilin. Sallallohu alayhi va sallam ala xayril Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallim. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على اكثر لنا قبر الكريم بعرش الشفيع صلاه والتسليم. اللهم صل وسلم وبارك على قدر ورحمه من نزل الامين پیغمبر صلی الله علیه و سلم شفاعتنا هرچه نصیب کنید. جنتلeriyle gezip bu joyda bu zat mübarek bin konuları afazlıklarsa işimizi barçalarımızı nasip edin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem uzoylarına ülkeyle mihmanlarımızın umurlarıyla sizlerle Allah'a Allah'ın yetiştiği kaldıracağımız yurtımız bundan hem Allah olsun. Yurtumuzni bu xalqimizni xizmat etadigan bosh prezidentimizdan tortib bu hokimiyatdagilar barcha barchalarni Allohning aytgan ishlariga baraka bersin. Xalqimiz yurtimizni qayg'urlarga xalqlarga bergan xizmatlariga o'zida ajr savoblar bersin. Sallallohu alayhi va sallam Muhammad va alihi va sahbihi ajmain.
Ulug'bek maydoniga borib turamiz.